Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz 3 ta eshik, to'rttaram olib kelib, marhamatga olib keldik, o'rnatib berdik mana. Mana ko'rib turibsizlar, bulardan kvadrat 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatish, ustunotka ham yo'q, ichida bo'ldi. Romlarimiz bu yoqqa tashqari tomonga qo'yib berdik romlarni, chunki bu yoq kunga teskari, o'shaning uchun tashqariga mana qo'ydik. Mana bu yoq ko'cha ekan. Romlarni penalab bo'ldik. Va cho'qqi MDFda eshiklardan penalab bo'ldik mana. Ular lola pasonda dilali deb qo'yadi mana. Ko'rib turibsizlar, bemalol o'rtasi ayni. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunotkasi ichida. Bemalol murojaat qila olasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Eshigimiz cho'qqi endi bu yerda yana asha tashqariga qo'yilgan romlar. Kunga teskari bo'lgani uchun bu yerga qo'ydik, ko'cha tomonga. Bu yoq ko'chadan eski romlarni olib ashaga qo'ydik. Oldingilari ham yog'ochida ekan. Kvadrat 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Ko'pchilik tushunmaganlar, bitta eshik deb o'ylashadi, bitta eshik emas. 2 kvadrat chiqsa 1 million 400 ming bo'ladi 7 kvadratdan. Bular 2 kvadratdan oshib, salkam 3 kvadrat anaqa chiqadi. 1 million 900 ming, 2 million bo'lyapti, 2 qanotlilarimiz. Usta bola qo'lini ko'tarib qo'yapti. Mana, dahshatligini biladi. Bemalol murojaat qilasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiskani ayamaysizlar degan umiddamiz. Kanalimiz kengroq tarqalish uchun podpishka qilib berasizlar endi. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan o'zim so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chao, diyorum.